Siz Minecraft'ning bir kishilik rejimida o'ynayapsiz. Tasodifan sizni kimdir kuzatayotganini sezib qoldingiz. Siz nima qilasiz? Boshqalar kabi uyingizga shoshasiz. Bu bilan dushmaningizni xursand qilasiz. Uyingizga borganingizda esa sizni yo'lingizdan ko'zi qonga to'lgan echki chiqib keladi. WhatsApp nigger obunachilar, sizlar bilan men lider. Bugungi videoda Entity 303 ya'ni ko'zi qonga to'lgan echki haqida gaplashamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasa men videoni boshladim. Echkining yaralish tarixi. Bu ko'zi qonga to'lgan echki 2013-yili qaysidir serverda ko'rinish bergan. Uni kim yaratgan? Ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra, Notch administratorlardan o'yin yaratish huquqini olib, ularni haydaydi. Keyin esa ular Notchdan qasos olish uchun Minecraft serverlariga hakerlik yo'li bilan kirib, ularga Entity 303 ni qo'shishadi. O'yinchilar Entity 303 ni ko'rishganlarini aytishadi. Entity 303 ning yana bir qobiliyati: siz Minecraft o'ynayotganingizda telefoningiz yoki kompyuteringiz otib yuborishi mumkin edi. Buni hammasini Entity 303 qilgan. Bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu bilan kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasizlar. Keyin bu menga motivatsiya bo'ladi. Keyingi video nima haqida bo'lishini ham kommentariyga yozib qoldiringlar. Hammaga xayr. Sizlar bilan lider bo'ldi. Tugadi.